Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Siz hozir meni ko'rib turibsizmi? Demak, Indoneziya mavzusida qiziqish bildirgan insonsiz. Xo'p, juda ko'pchilik so'rashyapti. Ikkita aka keldi, rezultatlari qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Indoneziya rezidensini qancha vaqtda olamiz, qaysi birjalarga dastur ochamiz, qancha rasxod ketadi umumiy bu protsesslarni hammasini bitirishga. Ushbu savollaringizga hozir mana shu videoda podrobniy javobni olasiz va sizga yechim bera oladigan har bitta narsani detalli aytib o'taman. Yaxshilab qulay joyga o'tirib oling va videoni oxirigacha detalli kuzating. Chunki P2P'da qonuniy ishlash bo'yicha imенно shu yerda yechim olasiz. Xo'p, birinchi boshlanadigan mavzu viza masalasi. Siz Indoneziyaga kelish uchun juda ham ko'pchilik so'rashayotgan savol, til bilish shartmi? Ushbu hujjatlarni qilish uchun siz til bilishingiz, ya'ni ingliz tilini yoki indonez tilini bilishingiz shartmi? Bu savolga men aytaman. Bizni sharofatimiz bilan bu narsa shart emas. Lekin kelganingizdan keyin o'zingiz ko'rasiz, Indoneziya banklarida siz Xitoy tilini yoki indonez tilini yoki ingliz tilini bilgan holatingizda sizga viza berishi birinchi o'rinda ketasiz, ikkinchi o'rinda rezidens kartasini olishingiz, uchinchi o'rinda MTP soliq to'lovchi identifikatsiyani olishingiz va keyin kartalarni ochishingiz mumkin degan joyi bor qonunchilikda. Birinchi masala viza masalasi. Necha kunda chiqadi? Til bilish shart emas, bizni sharofatimiz bilan va Indoneziyaga kelib ketgan bo'lishingiz kerak aslida TITAS vizasiga ega bo'lishingiz uchun. Lekin yana o'sha gap, market maker komandasi juda ideal holatda bu yerda o'zini pozitsiyalarini o'tkazadi. Xudo xolasa davlat bilan ham aloqalarimiz yaxshi va shu sababli siz bizga barcha hujjatlarni oldin taxlab, biz aytgan hujjatlarni berasiz. Endi sizni vizangiz, ya'ni istoriyangiz qanaqa, qancha davlatga chiqqansiz, Interpol qidiruvda emasmisiz yoki qanaqadir muammolaringiz yo'qmi va qo'shimcha qilib to'lov qilasiz viza uchun va ushbu to'lovdan keyin umumiy holatda sizni hech qanaqa muammongiz bo'lmasa, xullas 7 ish kunidan maksimum 14 ish kunigacha bo'lgan muddatda sizga 1 yil muddat amal qiladigan TITAS vizasini chiqarib beramiz. Keyingi holat, Indoneziyaga uchib kelasiz, bir kun ichida aeroportda o'zimiz kutib olamiz. Xudo xolasa shaxsan ko'rishamiz, ya'ni men bilan shaxsan ko'rishib yuz-yuz gaplashasiz va komandadagi insonlar bilan ham tanishasiz. Siz aeroportga keldingiz, tabiiyki charchagan bo'lasiz va bir kun dam olasiz, mehmonxonaga yoki qanaqadir villaga sizni joylashtirdik kelishuv asosida. Undan keyingi kun bizni protsesslarimiz boshlanadi va sizga dushanbadan shanbagacha oralig'ida, ya'ni ish kunlari oralig'ida, aslida dushanbadan jumagacha, lekin shanba kuni bo'lishiga qaramasdan bir kun yoki 2 kun ichida ushbu rezidens kartasiga ega bo'lish imkoniyatini beramiz. Ushbu rezidens kartasini shaxsan davlat idorasiga borib, birgalikda rasmga tushish orqali o'zingizning nomingizga qonuniy rezidens karta olib beramiz. Ikkinchi davlat rezidens kartasini olish tartibi qanaqa? Hozir sizga buni tanishtiraman. Ushbu rezidens kartasini olishingiz uchun siz kamida 180 kun muddatda Indoneziya hududida yashagan bo'lishingiz shart. Birinchi sabab. Ikkinchidan, Indoneziya kartasi bilan siz yana nimaga ega bo'lasiz? Indoneziya fuqarolari qanday huquqqa ega bo'lsa, ushbu davlatda yashash huquqi, qanaqadir banklardan foydalanish, kredit olish yoki biznes qurish umumiy hisobda siz ikkinchi davlat rezidens sifatida yashay olasiz rezidens karta bilan. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Uchinchidan, ushbu rezidens kartasini biz 2031-yilgacha, ya'ni 5 yil muddatda olib beramiz. Siz hech xavotir olmang, vizangiz 1 yil bo'lishiga qaramasdan biz ushbu rezidens kartasini sizga 5 yilga olib beramiz. Ushbu rezidens kartasi bilan siz Indoneziyaning ikkinchi fuqarosi sifatida birjalardan, ya'ni bu populyarni birjalar hammasi Binance, BingX, Bitget, OKX yoki P2P'da zo'r ishlaydigan xohlagan birjangizdan biz registratsiyadan ushbu karta orqali o'tib beramiz. Ushbu karta orqali siz ikkinchi davlat rezidens sifatida, ya'ni Indoneziya fuqarosi sifatida birjalardan ro'yxatdan o'tganingizdan keyin ushbu birjalar sizga ochiladi. Tabiiyki bilasiz, hozir Binance'da O'zbekistonda P2P'ni amalga oshirish imkoniyati yo'q yoki Bybit birjasida umuman registratsiya qilishning imkoniyati yo'q yoki likvidnost yuqori bo'lgan yana bitta birjalardan biri OKX birjasi ham O'zbekiston fuqarolarini hech qanaqa tasdiqlamaydi. Siz ushbu rezidens kartasi orqali ushbu birjalardan ikkinchi davlat rezidens sifatida bemalol ro'yxatdan o'tib P2P faoliyatini amalga oshirishingiz mumkin. Nafaqat P2P faoliyati, balki boshqa faoliyatlarni ham tartib qoidaga bo'ysungan holatda bemalol amalga oshirasiz. Eng asosiysi qonuniy. Xo'p do'stlar, уже ikkinchi kundan biz rezidens kartasiga ega bo'ldik, sizga olib berdik. Bu protsess yakunlandi.
Endi siz Binance'da, BingX'da yoki boshqa birjalarda qonuniy soliq to'lovchi sifatida bemalol P2P'da ishlashingiz uchun sizga soliq to'lovchi identifikatsiya raqami kerak bo'ladi. Oddiy tilda tushuntirsam, O'zbekistonda INIni soliq to'lovchi identifikatsiya raqamini olishingiz kerak bo'ladi. Ushbu identifikatsiya raqamini olishingiz uchun sizga 185 kun muddatda Indoneziya hududida yashash talab qilinadi. Lekin biz Market Maker komandasi Indoneziya davlati organlari bilan aloqalarimizdan foydalanib, qonuniy tartibda shaxsan o'zingizni olib borib, til bilmasangiz ham, eng asosiysi, o'zingizning nomingizga rezidens kartasi, MPVP kart, ya'ni soliq to'lovchi identifikatsiya raqamini olib beramiz. Misol uchun 3 kunning ichida umumiy protsesslarni ikkinchisi yakunlandi. Keyin biz asosiy protsesslarga o'tamiz. Xo'p, asosiy protsesslardan bittasi kartalar ochish protsessi. Biz sizga 4 ta karta ochib berishni va'da qilamiz. Bundan u yog'iga siz istasangiz boshqa kartalarni o'zingiz ochib olishingiz mumkin, lekin bizni limited chegaramiz, ya'ni bizni xizmat ko'rsatishimiz eng populyarniy bo'lgan va ushbu P2P da ishlaydigan limitlar yuqori bo'lgan 4 ta bankning kartasini ochib berishdan iborat. Endi sizga bu banklar bilan tanishtiraman. Ushbu banklar birinchidan sizda ketasi viza bo'lmasa, ikkinchidan NPVP kartangiz, ya'ni soliq to'lovchi identifikatsiya kodingiz, raqamingiz bo'lmasa, uchinchidan rezidens kartangiz bo'lmasa, birorta bankdan, Indoneziya bankidan qonuniy o'zingizning nomingizga karta ocha olmaysiz. Mana shu narsani yaxshilab o'qib oling. Biz 3 ta protsessni yakunlaganimizdan keyin bizda karta ochish protsessi, birjalarni ochib berish protsessi qoladi. Biz 3 ta protsessdan keyin birjalarni butunlay bir kun ichida hamma birjadan registratsiyadan o'tib, qonuniy tartibda sizga ochib beramiz. Komandamiz a'zolari ushbu ishlar bilan shug'ullanishadi. Karta masalasi, misol uchun oddiy Permata bankni olaylik. Bu oddiy banklardan bittasi. Bu bank bilan hozir sizni qisqacha tanishtiraman. Permata bank Balini o'zida, misol uchun hozir biz Indoneziya Bali orolidan sizga video olyapmiz. Shu Balini o'zida juda ham mashhur bank hisoblanadi. Ushbu territoriyadagi insonlar P2P dan foydalanmoqchi bo'lsa, aksariyati shu Permata bankdan foydalanadi. Va Permata bankning bir kunlik limit deganda bitta narsani tushuninglar, o'rgatib ketay. Misol uchun sizga ushbu banklarda kirish limiti yo'q. Misol uchun siz boshqa insonga USDT ni O'zbekistondan oldingiz, $100,000 USDT sotdingiz, $100,000 ushbu kartaga bir kun ichida tashay olasiz. Lekin 450 million idra, ya'ni Indoneziya rupiyada, ya'ni $25,000 oralig'ida faqat siz chiqara olasiz. Ya'ni 24 soat ichida bitta bank kartasini limiti $25,000 ni tashkil etadi. Endi buni prioritetlari bor. Hozir sizga boshqa banklarni tanishtiraman va prioritetlar bilan alohida gaplashamiz. Misol uchun, bitta bankni bir kunda borib, komandamiz a'zosi bilan bank tizimidagi tanishlarimiz orqali sizga til bilmasangiz ham ochib beramiz kartani. Aslida bank karta ochish tizimi qanaqa bo'ladi? Bank shartnomasida ushbu kitobchani olaylik. Misol uchun Mandiri bankini olaylik. Mandiri banki ochish tartibi qanaqa bo'ladi? Yozib qo'yilgan shartnomada belgilangan siz 3 ta tilni bilishingiz shart. Misol uchun yoki indones tilini, ya'ni davlat tilini, yoki ingliz tilini, butun dunyo tilini yoki xitoy tilini. Mana shu 3 ta tilni bilmasangiz, banklar sizga karta ochib berishni rad etadi. Bu holat akamizning bittasida misol uchun kuzatildi, lekin tanish bilish orqali, ya'ni organlar bilan aloqamiz, Market Maker aloqasini yaxshiligi tufayli kartalarga, hamma kartaga ega bo'lishdi. Va ikkinchi karta haqida gaplashsak, bu Mandiri karta. Mandiri Indoneziya hududida, Indoneziya aholisini orasida juda ham mashhur banklardan bittasi hisoblanadi. P2P da galochka oluvchi bilan belgilanib turadi. Ushbu Mandirini bitta kitobchasini ochib qaraylik. Kitobchasida o'xshi hamma ma'lumotlar yozib qo'ygan, kimning nomiga, qachon ochilgan, qachon yopiladi. Eng qizig'ini aytaman, faqat vizangiz 1 yillik. Ushbu Permata bank kartasi ham 2031-yilgacha, ya'ni 5 yil muddatda amal qiladi. Ushbu Mandiri kartasi ham 2031-yilgacha, ya'ni 5 yil muddatda amal qiladi. Biz kitobchasini ochib qarasak ham hammasi o'zingizning nomingizga kartalar rasmiylashtiriladi. Ushbu kartaning limiti, ya'ni boya tushuntirganimdek, kirishga limit yo'q. Istalgancha $1,000,000 kiritsangiz bankka bemalol kiritishingiz mumkin, lekin chiqish limiti kunlik $30,000 tashkil etadi. Ushbu narsani kitobchalarida alohida detalli yozib qo'yilgan. Endi biz ikkita kartani ochib berdik sizga protsesslar davomida. 4-kuni biz boramiz, misol uchun BRI kartasi, ya'ni Indoneziyada populyarniy bo'lgan
limiti 40 ming dollarni tashkil etadigan BRI kartasini ochib beramiz. Bu karta ham hammasi o'zingizni nomingizga bo'ladi. 4 yil muddatga olishingiz mumkin. Keyingi kartani olsak, keyingi karta butun Indoneziya nafaqat, balki O'rta Osiyo bo'yicha ham mashhur bo'lgan BCA, ya'ni Bank Central Asian kartasi. Ushbu karta juda ham populyarni, limiti ham o'ziga yarasha. Ushbu kartani sizga olib berish muddatimiz ham 2030-yilgacha, ya'ni 4 yilni tashkil qiladi. Ikkita karta 5 yillik, ikkita karta 4 yillik. Vizangizni uzaytirish muddati haqida savol hozir sizda tug'ilgan bo'lishi mumkin va vizangizni 1 yildan keyin 2 yil muddatga uzaytirsangiz bo'ladi. Xo'p, 2 yildan keyin 5 yil muddatga uzaytirsangiz bo'ladi. Bemalol, uni muammosi yo'q. Bank kartalarini ham prioritetlari bo'yicha o'zgartirsangiz bo'ladi, ya'ni 1 oy yoki 3 oy prioritet. Bu haqida hozir gapirib beraman. Xo'p, ushbu kartani BCA ni kunlik limiti 40 ming dollar. Bu faqat e'tibor bering, 24 soat ichida sizdan pul chiqishi, ya'ni birinchi shaxsdan ikkinchi shaxsga pul chiqishi mumkin bo'lgan limit. Lekin kirishga hech qanday limit yo'q. Xo'p, endi prioritetlarga to'xtalsak. Ushbu hamma bank kartalarining o'ziga yarasha prioritetlari bor. Ya'ni, misol uchun, Permatani olsak, birinchi boshlangan oddiy kartani olsak, Permata bankning prioritetiga ko'ra, siz, misol uchun, Gold karta. Bu oddiy kartaning limiti 25 ming dollar. Agar siz Gold karta olmoqchi bo'lsangiz, siz ushbu kartani oddiy 20 ming dollar misol uchun kunlik limitingizni cho'zmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bir 40 ming dollarga, 50 ming dollarga yoki 70 ming dollarga Gold karta olsangiz bo'ladi. Prioritetingizni yana yuqoriroq levelga oshirsangiz bo'ladi. Yoki umuman prioritetni, ya'ni Indoneziyani eng boy insonlari yoki qanaqadir katta savdogarlari, o'ta katta mashina sotadigan yoki uy biznesi bilan shug'ullanadigan insonlar uchun alohida ochilgan prioritetni, как черный белый deydi-ku, shunaqa черный kartani, qora kartani olsangiz bo'ladi. Siz qanaqa olishingiz mumkin umuman ushbu kartani hozir shuni bilan aytib ketay. Misol uchun 20 ming dollarni bir oyga ushbu bankka hold qilasiz, ya'ni yechmaysiz ham, transfer ham qilmaysiz. Lekin 20 ming dollardan yuqoriroq bo'lgan summangiz, misol uchun 40 ming dollar ushbu kartaga tashladingiz, 20 ming aylantirasiz, 20 ming dollaringiz ushbu kartada 30 kun davomida hold bo'lib turadi. Undan keyin sizni kunlik limitingiz avtomatik tarzda prioritetingiz oshadi, sizga Gold karta beradi. Bitta kartani o'zining limiti 50 ming dollargacha tashkil qiladi. Agar siz undan ham kattaroq prioritetga o'tmoqchi bo'lsangiz, siz 50 ming dollargacha hold qilasiz bir oyning ichida. Shunda sizning prioritetingiz bitta kartada eng oddiy Permata bankning o'zida 70 ming, 80 ming dollargacha bitta transferning o'zida siz bo'ladi. Eng qizig'ini aytaman, Permata bankdan Permata bankka agar siz 100 ming dollar примерно pul tashlasangiz, sizni komissiyangiz 2-3 dollarni tashkil qiladi. Banklarda 200 ming, 300 ming, 1 million, 10 million, 20 million degan summalar bez komissiya tarzida ishlaydi. Agar siz Permata bankdan BCA bankka pul tranzaksiya qilmoqchi bo'lsangiz, 100 milliongacha bo'lgan miqdordagi pulga 2,5 ming so'm komissiya oladi. Siz o'ylab ko'ring, qancha darajada siz komissiyadan ham yutasiz. Endi eng katta bank, ya'ni BCA ni limitlari haqida, ya'ni prioritet haqida gaplashsak. BCA hozir kunlik limit, ya'ni siz chiqarishingiz mumkin bo'lgan limit 40 ming dollar tashkil qiladi. Siz buni Gold tarifga, ya'ni Platinum yoki Gold tarifga o'tkazmoqchisiz. Qanaqa o'tkazasiz? 1 oy muddatga yoki 1 hafta muddatga alohida siz katta limitda, ya'ni 100 ming dollargacha bitta kartani o'zida aylantiraman desangiz, 25 ming dollarni примерно hold qilishingiz kerak bo'ladi. Bu hammasi ushbu kitobchalarda yozib qo'yilgan va bankni asosiy segmentlarida ham, biz aloqalarimizda ham buni tasdiqlagan. Endi sizda shuncha imkoniyat bor, 4 ta bank ochildi, hamma narsani qilib berdik, birjalar ochildi. Endi sizda savol paydo bo'ladi. Indoneziyada o'g'irlangan pullar yo'qmi? Eng aktualniy mavzulardan bittasi. Indoneziyada o'g'irlangan pullar yo'qmi? Ya'ni bank kartalari shuncha limiti bor ekan, bular bo'lmaydimi? Sizga aytaman. O'zbekistonda ishlasangiz, siz P2P da ishlashingizni o'zi qonun bilan cheklangan. Meni Instagramga kirib kontentimni ko'rsangiz, qaysi qonunda cheklanganligini detalli yoritib berganman. Men sizga O'zbekiston bilan solishtirib taqqoslab beraman Indoneziyaning ustunligini.
Misol uchun O'zbekistonda P2P'da ishlasangiz, sizga o'g'irlangan pul kelib tushsa ham kartangiz bloklanadi. Shunchaki tranzaksiyalarni ko'proq aylantirib qo'yishingiz ham kartangiz bloklanadi. Yoki oddiy tartibda P2P'da ishlasangiz ham kartangiz bloklanadi. Yoki sizning kartangizga anonimniy tartibda qanaqadir pul tushib qolsa ham kartangiz bloklanadi. Va hokazolar ko'p, baribir ko'proq tranzaksiya qilib qo'ysangiz bo'ldi, kartangiz bloklanadi. Uni summasi qanaqa, nima, uni farqi yo'q. Chunki O'zbekistonda anonimniy pulni, pul yuvish, mashinniklar juda ko'p. Bu yerda o'g'irlangan pul degan tushunchani o'zi yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, P2P'da juda ko'p tanishlarimiz ishlaydi hozirgacha va komandadagi insonlar bilan ishlagan holatda bu yerda o'g'irlangan pullardan qanaqadir bloklanish, kartangiz hold bo'lishi, davlat sizni jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin degan holat yo'q. Chunki siz bu yerda ofitsialniy soliq to'lovchi sifatida NPP kartalar bilan va karta limitlarini hisobga olgan holatda ishlaysiz. Va agar sizga mabodoga bo'lishi mumkin, kimdir Indoneziyani qaysidir boyni kartasini urdi. Pulni yechib olmoqchi bo'lib, sizdan USDT ni sotib oldi. O'sha holatdan jabr ko'ruvchi Indoneziyani politsiya bo'limiga boradi va zaявление yozadi. Zaявление yozgandan keyin politsiya bankka boradi va ushbu karta tranzaksiya bo'lgan har bitta shaxsni kartasini bloklaydi. Misol uchun, bloklagandan keyin har bitta shaxsga mana shu banklarning o'zi applicationdan approach jo'natadi. Ushbu kartadagi pulni qayerdan kelib tushganini siz isbotlab bersangiz, misol uchun bankka, o'sha bank xodimiga yoki oddiy supportga yozsangiz, sizda USDT sotdim. Misol uchun qanaqa holat bo'ladi isbotlab berish? Siz chatlaringizni screenshot qilasiz USDT sotib olganingiz haqida va orderingiz soat nechida bo'lganini, nechida qanaqa order ochganingizni hammasini screenshot qilasiz va pul tushgan, tranzaksiya bo'lgan soatlarni screenshot qilib shunchaki supportga tashlaysiz. Siz agar O'zbekistonda bo'lasizmi yo boshqa davlatda bo'lasizmi, Indoneziya hududida bo'lasizmi, istalgan joyda turib aynan ushbu kartalardan foydalanib Indoneziya ikkinchi rezident sifatida ishlasangiz bo'ladi, mumkin. Agar siz O'zbekiston hududidan ishlayotgan inson bo'lsangiz, siz shunchaki supportga tashlaysiz. Ushbu holat isbotlangandan keyin 24 soatdan 7 ish kunigacha sizni kartangizni puli bilan ochib beradi. Ya'ni P2P'da siz ishlashingiz qonuniy, bemalol ishlaysiz. Ushbu kartani ko'proq limit aylantirsangiz, yana plus prioritet sotib olsangiz, prioritet olsangiz bo'ladi. Hold qilish orqali ikkinchi plus. Uchinchi plus, sizga qanaqadir mashinasi bo'la, qanaqadir pul kelib tushmaydi. To'rtinchi plus, bu yerda hamma konkurensiya sifatida ishlaydi. Ya'ni likvidnost o'ta yuqori. 1 million dollargacha bo'lgan summalarni, prioritetlarni oshirgan holatda insonlar ishlashyapti. Ko'pchilik ruslar ham hozir Indoneziyada turib, Balida turib P2P ni amalga oshirishyapti. Nimaga o'zbeklar P2P ni shu yerda turib amalga oshirish kerak emas? Shuning uchun keling, Ramazon oyida, именно mana shu oyda kelmoqchi bo'lgan insonlarga yana bitta shans. $5000 mana shu hamma protsesslarni narxini qilib beramiz, именно mana shu oyning o'zida. Keyin joylar soni cheklangan. Albatta bu hamma protses alohida shaxsga bog'liq. Har bitta shaxsga detalli yondashiladi, detalli ishlarni qilib beriladi, detalli karta ochiladi, sizda detalli birjalaringiz ochiladi, detalli bilmasangiz P2P ni o'rgatiladi. Hamma protsesslarga mana shu karta ochishlar, vizangiz sizga o'rgatishimiz, bu yoqqa olib yurishimiz, komanda siz bilan ishlashiga umumiy to'lov $5000 bo'ladi, faqat Ramazon oyi uchun. Keyingi oyda albatta protsesslarimiz yana o'z narxiga qaytadi. Shu $6000 to'lagan holatda yoki $7000 to'lagan holatda kelishingiz mumkin. Joylar soni cheklangan. Faqat maksimum bir oyda 10 ta odamni chaqira olamiz. Chunki hujjat masalalari juda ham murakkab va qiyin. Agar sizga hamma narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, adminga bog'laning, admin shaxsan o'zim bilan ulaydi va $5000 to'lovni qanaqa tartibda qilasiz? Hozir shuni ham aytib ketaman. $5000 to'lovni $2,500 ni siz bizga viza uchun barcha hujjatlarni, biz aytgan hujjatlarni qilib bergan tartibda to'laysiz. Boshlang'ich 2,5 to'lov va biz viza uchun kerakli bo'lgan sizga bergan hamma hujjatlarni berasiz va biz vizani bir hafta 7 ish kunidan maksimum 14 ish kunigacha sizga yuboramiz. Viza orqali siz Indoneziyaga kirib kelib, aeroportda shaxsan o'zimga to'laysiz yana $2,500. Ya'ni 50% to'lov oldindan 50% ni ko'rishgandan keyin to'laysiz va biz barcha protsesslarni sizga
polni qilib beramiz. Joylar soni cheklangan, maksimum 10 ta odamni bir oyning ichida qabul qila olamiz. Bu oy ham, keyingi oy ham, undan keyingi oy ham. Chunki har bitta protsessga detalli yondashiladi har bitta shaxsga. Shuning uchun do'stlar, juda ham ko'pchilik ruslar, boshqa davlat fuqarolari bu imkoniyatlardan foydalanib ishlashyapti. To'g'ri, ular 2 haftani yoki 1 haftani ichida hamma protsesslarni qila olmasligi mumkin, lekin biz aynan davlat idoralari bilan boshqa bizneslarimiz va komandamiz yaxshi munosabat o'rnatganligi sababli o'zbek fuqarolari uchun, o'zbekistonliklar uchun, o'zbek jamiyati uchun ushbu imkoniyatni yaratib bermoqdamiz. Bunaqa detalli yechimni va bunaqa realniy yechimni hech qaysi bloger, influencer yoki boshqa insondan topa olmaysiz 100%. Xullas, adminga bog'lansangiz, shaxsan o'zim bilan yuzma-yuz o'tirib oldin gaplashib olamiz. Siz bizga to'g'ri kelsangiz, biz sizga to'g'ri kelsak, keyin protsesslarni boshlaymiz. Kommentariyada qanaqadir savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring va gazini bosing, hisobni qiling. Let's go.